anglay olmayapman. Suvdek yuzingni, ya'ni suvdek deganda seni yuzing shunchalar pokmi, ko'zguda ko'rinib turgan suvdek yuzingmi, ko'zguda ko'ringan. Ko'zguda ko'rinib turgan sani suvdek yuzingmi yoki yuzingdan ko'zgu suv bo'lib ketdimi degan ma'noga chiqadi. Yuzing pokligidan ko'zgu suv bo'lib ketdi. Chunki biz bilamiz, yaratgan agar har qanday narsaga nima qilsa, nazar tashlasa, u narsa nima bo'lib ketadi degan ekan. U yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni erib ketadi. Demak, ko'zgu ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, shisha ham ma'lum bir temperaturada erigan kabi ijodkor o'zini yorini jilosi ko'zguda aks etishi bilan ko'zgu nima bo'lib ketyapti ekan? Suv bo'lib ketyapti ekan. Yoki deyapti, qarang. O'zi sani yuzing suvmi? Ko'zguda ko'ringan yoki yuzingdan ko'zgu suv bo'lib ketdimi? Bu yerda mubolag'a she'r san'atlari ham bordir. Bu yerda qaysi she'r san'at? Mana deb turibdi. Ha? Tardu aks deyapsiz. Qaysi ma'noda tardu aks? Yuzing suv. Mana suvdek yuzing suv. San'ati. Va yana e'tibor bering, bilib turib bilmaslikka olish degan tajohul orif san'ati ham. Nega unaqa san'atimiz ham bor? Aytyapti-ku birinchi baytda o'zi.